Assalomu alaykum, bizni YouTube hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib turgan qadrli kuzatuvchilar. Xalq orasida loyihamizning ilk sonida ishtirok etayotgan qahramonimiz bilan tanishib olsak. Men o'sha shaxsotman, siz tanimagan. Men o'sha shaxsotman, g'am arimagan. Ko'ngli ham yarimta, rizq ham yarim, 1000 yillik armoni hech qarimagan. Muz so'zlar yog'ildi yuraklarimga, tog'lar qulab tushdi tilaklarimga. Kerak bo'lolmadim keraklarimga, men o'sha shaxsotman, siz tanimagan. Tushimda boshimni silaydi otam, qolgan umrini menga tilaydi otam. Ajralmas do'stimday bo'lib qoldi g'am, men o'sha shaxsotman, siz tanimagan. Men o'sha shaxsotman, siz tanimagan. Shahzod aka, siz bilan go'zal satrlar ila tanishib oldik. Endi loyihamizning qoidasi bo'yicha siz bilan kengroq tanishib olish uchun sizga 3 ta savol bersak. Birinchi savolimiz: hayotingizdagi eng katta yutug'ingiz nima deb hisoblaysiz va u sizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Hayotimdagi eng katta yutug'im bu aynan Andijon davlat pedagogika institutining talabalik baxtiga muyassar bo'lganim. Bu yutuq menga juda ham qimmatga tushgan desak ham noo'rin bo'lmaydi. Sababi 7 yillik mashaqqat ila erishganman. Bu juda ham menga 7 yillik azaliy orzu bo'lib, hozirgi kunda Andijon davlat pedagogika institutining musiqiy ta'lim yo'nalishiga o'qishga qabul qilinganman va yana bir narsani katta faxr ila aytishim mumkin. Talabalikka grant asosida qabul qilinganman. Endi sizga ikkinchi savolni taqdim etsak. Shu darajaga yetishingiz uchun hayotingizda qaysi odam sizga eng katta ilhom berdi va qanday sabab bilan? Bilasizmi? Inson bu hayotda yashash uchun ma'no topa olmasa, ana shu ma'no so'zini teskarisiga o'qisin. Ma'no so'zining teskarisiga o'qilgani bu onam bo'ladi. Ya'ni siz u bizni yorug' dunyoga keltirgan zotlar, aziz onalar. Agar biror bir ishni qilishda sizga madad yetishmayaptimi? Ana shu madad so'zini teskarisiga o'qing. Ana shu inson siz u bizga madadkor bo'ladi. Ya'ni bu siz u bizning padar buzrukvorlarimiz, aziz dadajonlarimiz. Mana shu insonlar menga ham ilhom berishgan, menga ishonch bildirishgan va mana shu kunlarga erishishimda eng katta hissalari bor deb o'ylayman. Albatta, bizning ilhom manbayimiz ota-onalarimizdir. Endi sizga so'nggi savolni taqdim etsak, hayot yo'lingizda qanday mashaqqatlarga duch kelgansiz va qanday xatolarga yo'l qo'ygansiz? Biz insonlar bu hayotga sinov uchun kelganmiz. Shunday ekan, hayotimizda qiyinchiliklar, mashaqqatlar, qaro kunlar bo'lishi tabiiy hol albatta. Mening hayotimdagi juda ham qiynalgan katta qiyinchiliklarimdan biri bu insonlarning menga nisbatan bo'lgan muomalasi. Ya'ni Alloh bergan ne'matni ne'mat aslida emas, kamchilik sifatida ko'rib, ya'ni ko'zim bo'yicha ko'p kamsitilishga uchraganman. Xatolarimga kelsak, aslida xatolarim juda ham bisyor. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, biz bandamiz, xato qilish esa bandaga xos. Bundan eng katta xatolarim, insonlarning gapini yuragimga juda ham yaqin olaman. Tezda ruhiy tushkunlikka tushib qolaman. Mana shunda deb bilaman. Javobingiz uchun rahmat Shahzod aka, siz bilan yaqindan tanishib oldik. Shunday qilib, xalq orasidan loyihamizning ilk qahramoni haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keyingi qahramonimiz siz bo'lishingiz mumkin. O'zingiz haqingizda izohlarda yozib qoldiring. Shubhasiz siz bilan bog'lanamiz.